Shaxsiyatingiz faqat siz haqingizdagi daniylar emas, siz hammaga salom. O'zbek tilini kashf etishda davom etamiz. Bugun sizlarga shaxsiyat nimaligini tushuntirib beraman. Nimagadir odamlar shaxsiyat deganda qayerda yashashingiz, pasport raqam va shaxsni tasdiqlovchi dokumentning ichida yozilgan narsalarni tushunadi. Lekin aslida shaxsiyat degan so'z siz haqingizda ancha ko'p qirralaringizni qamrab oladigan termin. Masalan, Atomic Habits degan kitobda yaxshi odatlarni rivojlantirish uchun siz shaxsiyatingizni o'zgartirishingiz kerak degan. Bu nima degani? Masalan, siz ko'p kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, sizning shaxsiyatingiz men ko'p kitob o'qiydigan odamman bo'lishi kerak. Siz bugun nima qilishingiz, ertaga nima qilishingiz sizning shaxsiyatingizdan kelib chiqadi. Shaxsiyatingiz faqat siz haqingizdagi daniylar emas, siz haqingizda ko'proq o'zingizni qanday qabul qilishingizni ham ichiga oladigan so'z. Shaxsiyatiga tegdi degan so'zni ko'rib chiqamiz. Shaxsiyatiga tegdi deganda faqat haqorat qilish yoki so'kish birovni tushuniladi. Aslida shaxsiyatiga tegish degan narsa ko'proq narsalarda bilinadi. Masalan, siz bilmasdan turib birovni shaxsiyatiga tegib qo'yishingiz mumkin. Masalan, agar yosh bolaga aytsangizda, o'tgan safar ham rasmiyni dumi o'xshamaganda, hozir ham niyatini buzib qo'yibsan-a, burni ham sal qiyshiq chiqib qopti, o'tgan safar ham shunaqa o'xshatmaganding desangiz, siz uni shaxsiyatiga tegayotgan bo'lasiz. Shu so'zlarni eshitgandan keyin demak men rasm chizishni bilmayman. O'tgan safar ham o'xshamagan, hozir ham o'xshamayapti. Demak, shaxsiyatim meni rasm chiza olmaydigan bola deb tushunadi-da. Undan keyingi rasmlari ham o'sha bolada o'xshamaslikni boshlaydi. Uni shaxsiyatini shakllantirdingiz o'sha gapingiz bilan. Bu narsalarni siz mendan yaxshi bilasiz, bolaga nima bo'lishini. Mening maqsadim sizga buni uqtirish emas, shunchaki siz shaxsiyat degan so'zni kattaroq narsani qamrab olishini tushunishingizni xohlagan bo'lardim. Shuning uchun o'zingizning shaxsiyatingizga nima kiritilgan, o'zingiz haqingizda nima deb o'ylaysiz, o'sha haqida ongli ravishda yashashga harakat qiling. Men o'zbek tilidagi so'zlarning kelib chiqishi va ularni rivojlantirishga harakat qilyapman. Iltimos sizga shu foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska bosib qo'ying. Agar siz o'zbek tilidagi so'zni 100% potensialni tushunmaydigan bo'lsangiz, sizga o'zbek tili boy emas tildek ko'rinadi. O'zbek tili bu egar. Agar siz unga chiqa olmayotgan bo'lsangiz, bu ot yomon ekan degani emas.